Buyuk bobomiz Amir Temur aytganlaridek, dehqonlar yerdan samarali foydalansa, mamlakat tinch va farovon bo'ladi degan gaplarda chuqur ma'no bor. Nima bizni mana shu kunga yetkazdi? Birgalikda izlanishlarimiz, birgalikda mehnatimiz, mashaqqatli mehnatimiz. Katta kuch, qudratlar va yaratuvchanlik hissiyoti bor buyuk O'zbekistonda qahramonlari sizlar. Yurtimizdagi barcha dehqonlarni, fermerlarni, bog'bon, chorvador, suvchi, agronom va mexanizatorlarga o'zimni chuqur hurmat-ehtiromni bildirmoqchiman va bayram bilan tabriklayman.